Assalomu alaykum. Mana bugun 28-aprel. Dadamda ana shu qora mashinasini trading qilib, ya'ni sotib, o'rniga Camry olmoqchimiz. O'shanga ana qilamiz. Hozir yaqinda shu mavzuni ko'tardim. Dillerdan olguncha ehtiyot bo'linglar deb, qani bugun ko'ramiz. Springfieldga, Camry'ga, Toyota dillerga ketyapmiz. Springfield 70 mayl atrofida bizdan. Assalomu alaykum. Mana biz dillerga keldik. Bizga bergan mashina mana shu. Biznikini sotib olishini beradi. Dada, ta'sirotlaringiz qanday? Assalomu alaykum azizlar. Mana biz mashina olgan keldik. I want to do a video record as a education purpose. I have a blog. Is there anything you agree for that? Qora svet. Mana mashinaning iç qismi. The green ones are XSE and XL. Juda salonlari keng. Red ones are front wheel drive. Paketin $40,000'ligi. Mafi gap yo'q. Dahshat. Mana bizdan qarshi Corolla'miz. Mana bu monitoring sal kichkina bo'ladi ekan. Shu svetni tanlaymiz endi. Mana bu anasi kojin emas. Vay, shuna klass. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana tabriklashlaring mumkin. Camry'ni mana shu formasini oldik. In this area. So what can I tell you about it? Yeah, we'll get this one. Okay. Well, let's go. Perfect. Yeah, I have everything ready for you, man. We just have to do a credit application. Yes, okay? of course. Yaqinda ko'targan mavzuyim. Qani, credit application to'ldiramiz, keyin shu bilan mashinani olib chiqib ketaveramiz. Aziz vatandoshlar, mana biz Corolla qarshi mashinamiz topshiramiz. Xudo xolasa mana qarshi bunga mana shu Camry'ga Xudo xolasa mana shu tulparga nomerni o'rnatamiz. Hozirgacha qarshi Camry mashinada olib yuribmiz. And you're the owner? Shuna bo'lib qilyapti. How long have you done that? 2 years. Like 7,000. Yeah. Yaxshi kunlarda, yaxshi mashina bilan yurish hammaga nasib etsin.
Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hozir svet tanlashda shoshyapmiz. Hozir eng arzon svetishi ekan. Ha. Eng prostoy, ichini ochib ko'rsangiz ham bo'ladi. Men aytyapman, iloji bo'lsa boshqa rang qilib berani, oq qilib ber degandim, oq sotilibdi o'zi. Yondagi qorani ko'raman. The only ones we have that are like SEs are going to be the two red ones. Ah, red ones. Yeah. The green ones are XSE and XLE all-wheel drive. Ah. Red ones are a front wheel drive, right? Yeah. Ha, They're qizili SE bor and ekan LE. lekin. Ha? Qizili bor Necha ekan. bunisichi? Bular 40 mingdan ekan. Oo. Eng qimmat pakeji. Aha. 40 minglik paket, ana paket ekan. Ana saloni u bilan buni farqi juda katta-da saloni. Bizga ishlaydigan forma yaxshi. Mana hozir kredit application to'ldirdik 5% ga. Qora mashinani trading price bir amallab 11 mingga olib chiqishdi. Buni 30 mingga baholashyapti. Gibrid 50 mpg LE eng prostoydan bitta baland pakeji. Mana 51 aralash City 50 Highway 50. City 53, Highway 50. Yigirma beshinchi yil. Can I get the key to your car so I can do the Yes, photos sir. of it? And then can I take my plate number after the deal? Oh yeah. Yeah, can I keep you the have the plate? current registration? As long as you have the registration, we can transfer it for you. Okay. Yeah, I will check it. Yeah, it should have a Cool. registration on there. Qanday zavod bo'ladi? Kalti yo'q bo'lsa kerak-da. Ha, ya buni o'zidanmi? Ha, o'zidan zayd bo'la. Ha, ki kalt Ha, kaltni o'rtaga qo'yib qo'ysangiz o'zi zayd bo'laveradi. Pravalar bor, Hali yo'q, просто tekshirib ko'ryapti. Чтобы hamma narsa joyidami yo'qmi shunisini. Sideniyasi elektricheskiymi, kanumi? Yaxshi ekan, baqa. Suriladiganda. Ha. Asosiysi telefoningiz primo yanoga ulanadi, simsiz. Ha, shunisi yaxshi ekan. Ko'zning oldidan nurni olib odam. Sorry. All right. How you been, man? All right. Ana menga finance xonasini, ya'ni oxirgi bosqichda videoga olishga ruxsat bermadi. Ko'rgan bo'lsalaringiz, videoga olaman deb kameramni yoqqan paytim videoga olishing mumkin emas dedi. All right deyishga majbur bo'ldim, chunki ularda bu policiysi. Bu yerda asosiy muhim ishlar aynan o'sha yerda bo'ladi. Sizga mashinani sotuvchi odam qancha narxdan chiqarishidan qat'iy nazar, bu yoqda mana shu qog'ozdagi protection, ya'ni garantiyalarni qo'shadi. Bu garantiya foydasi katta, haqiqatan ham. Lekin agar siz mashinangizda Uber, Lyft yoki mana shunga o'xshagan dastavka ishlarida ishlataman desangiz, buni olishingizdan naf yoki foyda ko'rmayman. Chunki siz 70 ming, 80 ming maylni bir yilda yoki 1,5 yilda yurib tashlash ehtimoliniz juda katta. Shuning uchun men hammaga to'g'ri kelmaydi deb ayta olmayman, lekin men bilgan ko'p tanishlarimga to'g'ri kelmaydi. Mana shu protection planlar mashinangizning narxini 20 mingdan 30 ming dollarga olib chiqib qo'yishi mumkin. Shunga ehtiyot bo'lishlaringizni so'rayman. Har doim ko'plar aytadiki, menga mashinamda narxini
misol $450 chiqarib beruvdi, lekin statementim kelgan payti $680 chiqdi. Misol bu, misol. Hech kimda shunaqa bo'lgan deb aytmayman. Lekin mana o'sha oxirgi marta qo'l qo'yadigan, ko'p qo'l qo'ydiradigan xonada seni oynangni tuzatmoqchimisan, baloningni yorilsa zashta qilmoqchimisan, u bu deb shunaqa narsalar qo'shib tashlaydi. O'shanga ehtiyot bo'lishlaringizni o'tgan safar taklif qiluvdim, bu safar o'zim ko'rsatib berishga harakat qildim. Hech qanday warranty qo'shtirmadik. Taklif qilishdi, lekin o'zimiz bekor qildik, chunki o'zi Camry bo'lsa yana qayog'iga warranty dedik. O'shaning uchun $570 dan 60 oyga o'zimizni Corolla'mizni tradingga topshirdik. Corolla bilan o'zini qarzini o'zi yopib ketadigan bo'ldi. Mana shu sizlarga qisqacha qilib aytadigan gaplarim, informatsiyalarim. Bir hafta oldin video qo'ygandim. Endi mana shu holat bo'lib qoldi. O'zimiz mashinamizni yangilab sizlarga misol tariqasida ko'rsatib berishga harakat qildim.